Yurdun bugün toylarda yasinip hem tarınıp. Men tushdan keyin qarasam rangi ro'ying bir qismi bo'p ketgachga chiqim ko'p ketdingmi ya sag'irib. So'rab qoldi bir mehmon izhor o'zi qandaqroq. Tushundirdim yepakda yetishgan bir cho'lpon deb. U dediki chiroyi seriqibek moyilg'u. Men dedimki bo'p qolgan nashtirliqqa tuxum yer. Dedi bana o mehmon o'zi o'ruq bijikkan. Biroq uning ovozi Mavlonjonni qaratdi. Men dedimki balichaq bizning izhor ko'chada chichivatga baqirab pashmat tanga sotadi. Gap qilib bering dedi u endi Mavlon haqida. Men dedimki Mavlonga yurak bag'rim yorug'u. Mavlonjonni kim desang simdek burut qo'yib olgan, rengi moyil qariga ko'zi yumuq balig'i. Yani mehmon so'radi izhor tanlab Mavlonni. Uchrab qoldi nima deb daslibidi shallashqa. Men dedimki Mavlonjon shu kun cho'qim uyqusiz qoldi to'g'ri ko'ra olmay ko'zi yumuq bo'lg'achqa. Dedi mehmon qaytadan akagini nimasi? Dedi mehmon qaytadan akagini nimasi? Jidal qilib oldida qoldimi ya yarışıp. Men dedimki uningga cho'ng uydagi er-xotin kundi jidal qilsimi ketelmaydi ajrish. Dedi mehmon o'ylashib yetelmedim taktiga. Shallab etib oldida 3-chi bo'ldi-ku. Men dedimki ish qilib o ishlarni bilmadim. Mavlon enim nem bo'ldi o'zini o'zi urdi-ku. Kulib ketib o mehmon savol qo'ydi qaytalab. Kapti Mavlon bu to'yga halqib mana taqdaban. Men dedimki mehmonga baldır ishlar əpləşmey, şallanıp hem tallanıp keyin yaqin bo'lib qolgan. Bedenini o'zgartib endi mehmon so'radi. So'zlab bering savrdan haqida ger bilsangiz. Men dedimki mehmonga uni ondan to'naysiz, Ürümchiga bir berib çayxonada qo'ysangiz. Men dedimki mehmonga savrdan bek talantliq ekelmekte hazır ana atab qo'ysa yo'q. Mehmon dedi savrdan Ürümchida hozirmi? Üzmay sürkep yüремdi ayollarga çay koyuyordu. Külüp kettim bu gapni dastlabida men anglab, chiqish uchun denshigi sundaq g'irim etetdi. Yo'g'on bo'lsa qalbiga Savirdinning meningdek olgan mashi cho'qimli ko'qong'ili ketadi. Menden sual sorudu bu mehmanı dep berey. Menden sual sorgan bu mehmanı dep berey. Hasanjondur ismi bu turpallık mehmanның özü tivip bulgaçlı çakırıp elip yeniga kumga kömüp sagatkan çırayını izharının. O çakçakçı Mehmet'nin mağı şundaq köstüp. Çakçakçı Mehmet'nin mağı şundaq köstüp. Nimançılar heyvetlik dedi onun turaki. Dedi bana Hasanjon o turpanğa bir basın reumatizm bo'lib qolsa eğer yo'g'on quluq edi. Endi dedi Hasanjon qarab bizning Farhatga uning nima laqimi bo'larmi bir bilgili. Hasanjonga men dedim o Farhatni ko'rsatib, Sunukoning inisi qo'yan sende heykeli. Kulib ketib Hasanjon so'rab qoldi qaytalab. Ağrıp qapti deganni hozir turg'i katdi-ku. Ağrıp qapti deganni hozir turg'i katdi-ku. Hasanjonga men dedim nafsi ittik bo'lg'achqa oshqozonni davo qilib doktorxonada yotdi-ku. O Cavdetni ko'rsatib dedi bana sipoya. Hozir qilar nima ish deb bersangiz mayli-ku. Men dedimki majlisga cho'lpon kelsa opirib, islom yuziga cho'lponxon qurib oldi deydi-ku. Dedi yana Hasanjon ko'rsatib ham Hamidni. Onu istik çakçakçı bilemsizkin yeşini. Men dedimki çakçaklı saranlıqı var. Onun istik mene bir yerge vurup algan beşini. Hem Hasanjon turupda sorap kaldı Sabitni. Bu yigit mi çakçakçı hazır nerede yürüdü? Futbolcudur bu yigit varatağı top vurup kırmay kalsı urgantıp özü yugurip kiredi. Emrelikti Hasanjon qarab kaldı taşkamga. Ah alamet nakışçı bundak bulbul nerede ba? Men dedim ki tütbesin sayrap durar bu bulbul. Her şunlaşka bedeninin astı yeşil üstü qa. Sorap kaldı Hasanjon hem Bilalga telmürüp. Onun moğluk nakısı yüreklerini ip ketken. Men dedim ki Bilal'ımı bektirişip kesipke tolu anlap nakışını kulğıdın bop ketken. Dedim bana Hasanjon kol koyun men Bilalga.
Şeytan degan naqshini quloqlariga ham yetgan. Men dedimki, rost deding, aytib shu naqshini Bilal inim oxirida o'zi shayton bo'lib ketgan. Eng yeni çakçak yumur latifeler, nadir icadi kuyler, yelken salonida.